Kia Kabishda polosli удержение funksiyasi qo'shilgan. Hozir 2025-yil modelida polosani ushlab qo'yib o'zi ketyapti mana. Bu funksiya juda ham zo'r. Hozir yana bu sizga ogohlantiradi. Rulni ushla deb. Hozir rulni ushlamayapti. O'zi nima qilib, o'zi ushlab ketyapti. Men ushlamay turibman. Sal turib mana o'zi ogohlantirish boshlaydi, dатчиklari yonib boshlaydi. Mana rulni o'zi buryapti, mana yo'l burilyapti. Bu funksiyani borligini bilamiz-da, hozir yangi kabi ishladi. Endi qarab turing hozir. Ozroq vaqtdan keyin ogohlantirish beradi. Chunki o'zi bu rul qo'yordimi, uxlab qoldimi degan maqsadda ogohlantirishni beradi. Hozir turamiz endi. Uzoq qo'yarsam menimcha bu o'zi uxladimi deb o'ylaydi. O'zi boshqarib ketyapti, gap yo'q. Men bu funksiyani o'zim ham ishlatib ko'rmaganman, shuncha ishlatish tomonidan shu kabi ishlarni sodir. Mana dатчик yondi, держите на руле deyapti. Sizni ogohlantiryapti. Hozir yana dатчикlar o'chib yonib boshlaydi. Держите на руле. Gap yo'q. Bu funksiya borligini hozir endi kutib turayotgan nima qiladi? O'zi chetga oladimikan yo? Xuddi mana bu Volkswagen qimmat mashinaga o'xshab. Gap yo'q. Gazdan oyoq uzoqlik. Gazdan oyoq qoldi. Endi bu uxlab qoldimi degan maqsadda mana sleva na полосной движение. Mana gap yo'q ekan. Gazni tushirib, o'zi chetga olib bermoqda mana. Gap yo'q. Malibuda bormi shunaqa funksiya? Yo'q. Hay, yo'limiz olis. Davom etamiz.